Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi paganometrli ko'hnamiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Tepa qismlarimizga kashmir shagrang MDFlardan ishlatilgan 100%. Pastlarimiz Crossline Caramel MDFdan buyon bo'lib o'tgan. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Duxovkamiz stroyli duxovka. Gaz yetichkalarimiz uстановка qilingan. Bu tomonlarimizda ko'rishingiz mumkin. Kat yo'llarini ham o'rab berganmiz. Eshiklarimizda hammasi 100% da'vatchilik mexanizmi bilan pastki qismlariga ruchkalarni qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Duxovkalarning tepasida tortmalar. Stolishnicamiz har doimgidek rossiyskiy, qirilmaydigan, chizilmaydigan garantiyali stolishnica bo'ladi. Tortmalar. Tortmalarimizga tandem mexanizmdan foydalaniladi. Bemalol garantiyali, bu ham 100%. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Eshiklarimizni hammasi 100% da'vatchilik mexanizmlar bilan jihozlangan. Sushilkalarimiz uстановка qilingan. Moykamiz hali kelmagan, moykani ochish o'rni qolgan. Stroyli pasoda moyka uстановка qilingan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimizni yozib qoldiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.